Barchaga assalomu alaykum Instagram ahli. Bizlar xudo xolasa o'zi har doim jalb turgan yana samferimiz ko'pchilik so'ragan uchun yana keldi. Bunda esa 50 sm, bunisi 17 sm bo'ladi. Damozdan orqasidan yoki boshqa mashinalarga shunday ixchamgina bo'lib tushib turadi. 10 dyumlik samferimiz bo'ladi bu ko'rib turganlaringizning. 10 dyumlik dant samferimiz. O'zining ichidan regulator hamma narsa chiqadi. Ovoz chiqishini videoni oxirida eshitib ko'rsangiz bo'ladi. Videoni oxirida вообще dahshat like'larni bosib kommentariyga olov belgilarini tashlaymiz. Agarda siz bizlar obuna bo'lmasangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa istoriyamizdan, postlarimizdan zo'r samfer, estradnik kolonkalarni ham joylashtirib qo'yamiz. Carlif estradnik kolonkamiz bo'ladi bu. Carlif 220 wattlik, 10 dyumlik, 10 santimetrlik bo'ladi. Tiko Damozlara, Nexia 1, Nexia 2lara shunday promoy tushadi. Estradnik kolonkamiz bo'ladi. Damozlar ham qo'ysangiz bo'ladi. Mana narxini o'sha eski postlarda 350 ming so'm qo'yibmiz. Bu samferimizning narxidan kelib olsak, regulator hamma narsasi bilan 1 million 550 ming so'm. Videoning oxirida deskripsiyasini ko'rishingiz mumkin.